Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Mana bugun 5-yanvar seximizda ham ishlarimiz davom etyapti. 2 metrli shilibga chiqarish jarayoni bu. Bu yoqda sortirovkalarimiz bo'lyapti. Bu yoqda esa terashilish jarayoni mana. Bozorga yumaloq yog'ochlarimiz tayyorlanyapti. Bu yumaloqlarimiz mana har xil 4 metr, 5 metrlik to'sinlarimiz, ustunlarimiz. Bu esa mana 4 metrlik dumaloq to'sinimiz. Bozorga tayyorlanyapti, xudo xolisa. Bu yerda g'o'lalarimiz, material bor. Mana bundaqa 2 metrlik shilibka taxtalari kelgan garbil taxtalarimiz bor mana. Narxlari arzon, ulgurji narxlarda. Kimga tera mahsulotlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Like bosish esdan chiqmasin.